Tugallangan haftada o'tgan Senat yalpi majlisida senatorlar Madaniy meros agentligi mutasaddilari faoliyatiga nisbatan jiddiy e'tiroz bildirishdi. Unda Andijon viloyati Ezboskan tumani Oqmozor ota madaniy meros obyektining restavratsiyasi uchun tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 1,4 milliard so'm ajratilishi nazarda tutilgan bo'lsa-da, mana 4 yildirki mas'ullar tomonidan mablag' yo'naltirilmayotgani tanqid qilindi. Senator so'rovi yuborilgan bo'lsa-da, mansabdorlar o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qarayotgani ta'kidlandi. Davlat rahbari hamda hukumat qarorida aniq tiniq belgilangan vazifani 3-4 yil davomida bajarmaslik uchun javobgarlik borligini Madaniy meros agentligi rahbariyati bilmasmikin? Agar mablag' topishning imkoni bo'lmasa, nima uchun ko'zbo'yamachilik qilib bu vazifa davlat miqyosidagi umummilliy dasturga kiritib yuborilgan? Odamlarning ko'z o'ngida prezident va hukumat qarorlarini pirovardida davlat siyosatini obro'sizlantirishga kim bunchalik jur'at etmoqda? Ayrim mutasaddilarning quruq va'dabozligi, soxtakorligi davlat dasturlarida ham bemalol aks etadigan bo'lib qoldimi? Endi madaniy meros obyektlari muhofazasiga mas'ul bo'lganlar shu darajada o'z ishiga e'tiborsiz bo'lgandan keyin mana shu tarixiy hududlarga zarar yetkazib, mol boqib, dehqonchilik qilayotgan oddiy aholi vakillari haqida gapirmasak ham bo'ladi. Mamlakatimizda bir necha ming yillik tarixga ega madaniy meros obyektlari juda ko'p. Ular nafaqat turistlarni chaqirishda, balki yagonaligi, tarixiyligi bilan ham bebaho qiymatga ega. Muxbirimiz mansabdorlar tomonidan g'isht zavodiga sotib yuborilgan, dehqonchilik va bino qurish uchun kadastr qilib berilgan bir nechta madaniy meros obyektlariga borib, hozirgi vaziyat qanday ekanligini o'rgandi. Bundan bir necha yil oldin Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida joylashgan qariyb 2,5 ming yillik tarixga ega Qanqa yodgorligi hududining bir qismi mansabdorlar tomonidan ochiqchasiga sotilgani haqida lavha berganmiz. Shundan so'ng aybdorlar javobgarlikka tortilib, go'yoki vaziyat yaxshilangani ma'lum qilingan. Oradan 2 yil o'tdi, biz yana o'sha manzildamiz. Ne ko'z bilan ko'raylikki, obyektga yetkazilgan zarar ortsa ortganki, kamaymagan. Qanqa arxeologik yodgorlik markazida turibmiz va ko'rishingiz mumkin, bu yerda qazish ishlari amalga oshirilgan, lekin hali qayta ko'milmaganligi, yomg'ir sababli bu hududlari ham o'sha tuproq yemirilishi bo'lib o'tyapti va bu yodgorlik ham agarda usti yopilmasa yo'q bo'lib ketishi mumkin. 2 yil avval kameramiz obyektiviga tushgan qo'yxona hozir ham o'z o'rnida turibdi. Faqatgina tomi o'zgargan. Qurilgan bino esa mana buzib yuborildi-ku qabilida shunchaki shiftsiz turibdi. Tepalikda tashkil qilingan bog' ko'klam ichida ekini bilan, aslida esa bunday manzillarning chegara hududidan tashqari mudofaa hududiga ham ma'lum masofada ekin ekish taqiqlangan. Manzil muhofazasiga javobgar Madaniy meros agentligi xodimlarining izohi esa hech qaysi hujjatdagi talablarga to'g'ri kelmaydi. Ekin maydonlari bo'lishi mumkin. Endi bu ikkita narsa borda, davlat va jamoat ehtiyoji degan narsa bor. Bu ekin maydonlari ko'proq jamoat ehtiyoji uchun qilinadigan narsa, ekinlar, chunki baribir xalqqa yetkazib berish kerak, boshqa bo'lish kerak. O'sha maqsadlarda baribir fermer xo'jaliklariga berilgan, ma'lum miqdorda chegaralar saqlab qolingan. Arxeologik yodgorliklarini chegarasi aniq belgilangan, o'zining kadastr hujjatlariga ega, muhofaza chegarasi ham. Bu gaplardan so'ng esa savolimizni arxeologga berib ko'rdik. Xo'sh, o'zi tepalikdan qancha masofa uzoqda ekin ekish belgilab qo'yilgan? Ekin maydonlari esa undan albatta 100 metr masofa saqlangan holatda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Sababi ekin maydonlari albatta sug'oriladi. Sug'orilgandan keyin albatta uning suv nam bo'lib o'sha madaniy qatlamga yaqin kelib unga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun 100 metrgacha masofa saqlanadi. Mana shu tepalikning tugash joyi, men turgan joy bo'ladigan bo'lsa, uning yon tomonida ham hech narsa ekilmagan yoki qurilmagan bo'lishi kerak. Lekin ko'rishingiz mumkin, tepalikning pastki qismida bug'doy ekilgan va bundan tashqari chorva mollari ham bemalol o'tlab yuribdi. Yo'l bo'ylab kelaverishda esa Madaniy meros agentligi tomonidan qilingan savdolar yoki yo'l belgilari bo'lishi kerak, ya'ni Qanqa tepaligini ko'rsatib beruvchi. Lekin unday belgilardan ham umuman asar yo'q. Nega ko'rsatkichlar yo'q degan savolimizga esa agentlik mas'uli bir nechta sabablarni sanab berdi. Buni endi sohani tushunadiganlar juda yaxshi biladi. Muhofaza belgilarini har bitta obyektga o'rnatilishi kerak. Endi muhofaza belgi har bitta belgini ishlab chiqish, uni materiali ham baribir moliyaviy tomonlama taqaladi. Bu moliyaviy mablag'lar ajratilishi avvalo qonunan belgilanganki, balansda saqlovchi tomonidan madaniy meros muhofaza qilish choralari ko'rilishi kerak.
ikkinchi tomondan mahalliy hokimiyat organlari har bir yodgorlikda o'sha muhofaza belgilarini o'rnatib, siz aytgandek bu falon yodgorlik falon asrga tegishli davlat muhofazasiga olingan degan yozuvi o'rnatish hokimiyatlarga yuklatilgan, moliyaviy mablag' ajratish. Bizning ikkinchi lokatsiya esa Parkent tumanidagi Kultepa yodgorligi. Manbalarda keltirilishicha, bu joy qadimda qabriston bo'lganligi, insonlar o'zi ishlatgan idishlar bilan ko'milganligi aniqlangan. Ammo ayrim arxeologlarning bu yerda hech qanday madaniy meros obyekti yo'q deya bergan xulosasiga ko'ra, tepalikdagi tuproq pullanavergan. Ne ajabki, u davron tadbirkorlarning o'zi manzilni kovlash jarayonida bu yerning arxeologik obyektligini isbotlab qo'yishgan. Shundan so'ng hududga zarar yetkazganlarga javobgarlik belgilangan. 3 yil oldin tadbirkorlar tomonidan 1 trillion 587 milliard 650 million so'm moddiy zarar yetkazilgan. Hisobot uchun yodgorlikning, ya'ni tepaliklarning tuproqlari olinib, bu tadbirkorlik faoliyatida shug'ullanishgan va bu narsa aniqlangandan so'ng tadbirkorlar javobgarlikka tortilgan. Shu bilan birgalikda bugun aynan o'sha ishlab turgan g'isht zavodi faoliyati to'xtatilgan. Eng qizig'i keyin boshlangan. Manzilda izlanish olib borib, uning arxeologik hudud ekanligini aniqlagan hamda bu haqda haqqoniy xulosa bergan arxeologga nisbatan o'z rahbarlari tomonidan bosim o'tkazila boshlangan. Aynan shu sohada ishlaydigan, shu sohani jonkorlari bo'lgan insonlar qaytaga menga qarshi chiqib, yo'q bu yodgorlik emas deb to'polonlar qilishib, bir qancha marotaba har kuni ishxonamga kelib bosimlar o'tkazib, fandan ketasan, tarixdan haydayman, tashkilotdan ishdan haydayman degan narsa bosimlar ham bo'lgan. Keyin Samarqand arxeologiya institutiga maqola berdim. Mana shu Kultepa arxeolog yodgorlik, bu yerda mana bunaqa topilmalar chiqdi deb bu yerda maqolam chiqdi. Shundan keyin ham Samarqand arxeologiya instituti xodimlari kelib, u yerda noilmiy izlanishlar olib borgan. Ya'ni uslub bo'yicha emas, metodika bo'yicha emas, o'zlari bilgancha tadqiqot olib borib, bu yer yodgorlik emas deb xulosa bergan. Hech qanday aniqlanmadi bu yerda hech narsa deb beryapti. O'zlarining jurnaliga maqola berganman. Chiqqan o'zlari nashr qilgan, yana o'zlari kelyapti deb o'zlari chiqargan narsaga qarama-qarshi tarzda bu yerda tadqiqot olib borib, bu yerda yodgorlik yo'q, bu yerda madaniy qatlam yo'q deb xulosa bergan. Tazyiqda qolgan mutaxassis korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga murojaat bilan chiqqan. Agentlik mas'ullari vaziyatni o'rganib, murojaatni asosli deb topishgan hamda prokuraturaga ma'lum qilishgan. Arxeologning aytishicha, ushbu murojaat javobsiz qoldirilgan. Endi e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana bir muhim jihat. Kultepaning bir qismini sotib olganlar jazosini olib, qamalib ham chiqishdi. Ammo obyektni sotgan mansabdorlar, ya'ni tumanning o'sha paytdagi hokimi, kadastrini rasmiylashtirgan mas'ullar javobgarligi masalasi ne ajabki ochiq qolgan. Savollarimizga javob olish istagida Bosh prokuratura bilan bog'landik. Biroq bu masalada ham ular negadir javob berishni istashmadi.